Taqdir deysizmi? Yo'q. Taqdirni biz o'zimiz yaratamiz. Taqdirni biz o'zimiz yaratamiz. Biz o'zimiz yana bir bor aytaman, qizlar. Pastar aytaman-ku maslaga shu narsani. O'zimiz tanlaymiz, o'zimiz harakat qilamiz, keyin Xudoga ag'darib qo'yamiz. Mana o'sha 26 yil eri bilan yashamagan ayol bu taqdirda, bu peshona deyapsizmi? Agar o'sha otasiga qarshi chiqib, men uni yaxshi ko'rmayman, ota. Lekin men o'z sevgani bo'lgan ekan. Men o'zim sevganimga tegaman deb tekkan payti nima bo'lardi? Taqdir boshqacha bo'lardi. Tanlov kimda? Tanlov o'zida edi, o'sha ayolda. Tanlov erkinligi berilgan bizga. Mana shu gapni peshonalaringga, miyalaringga yaxshilab yozib olinglar, qizlar, mana shu gapni. Alloh taolo, bu yolg'on emas. Alloh taolo har bir bandasiga tanlov erkinligi berilgan. To'qqiz osmonga oting. Tanlamaysan, mana aytganim bo'ladi deganda agar Alloh taolo, u ham zo'r bo'lardi. Sababi u hech qachon bizga yomonlik tilamasdi-da. Hammamizni hayotimizni zo'r qilib qo'yardi. Alloh qudratli-ku. Boylikni ham berardi, baxtni ham berardi, muhabbatni ham berardi, uyib to'kib berib qo'yardi-da. Hayot qiziq bo'lmasdi. Zerikarli bo'lardi. Haqiqatan zerikarli bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo hamma narsani olamga yaratib qo'ydi. Mana qarang, olamga yaratib qo'ydi. Sizni ham yaratdi-da, miya berdi, aql berdi, energiya berdi, kuch-quvvat berdi, ko'z berdi, quloq berdi, og'iz berdi, qo'l berdi, oyoq berdi, tana berdi, ichimizga jonni solib qo'ydi-da, tanlov erkinligini berdi. Mana senga olam dedi. Buyog'iga mana olamda hamma narsa berib qo'yganman dedi. Kallani ishlatganda, o'sha 70-80 yil xolaganingcha yasha dedi. Mana xolaganingcha deganda uni urib, buni so'kib, buni ustidan bosib ketib, uni o'ldirib emas. O'zini qoidalari bor. Qur'onda ham bor, bilasizlar-ku. Ya'ni tabassum bittasi, keyin bandasini xursand qilish, birovni haqqini yemaslik, ehson berish, mehnat qilish, kallani ishlatish, bilim olish, rivojlanish. Mana shuni hammasi, ya'ni pluslarni aytyapman men. Allohning bizga tashab ketgan pluslarni aytyapman, minus emas. Biz ko'proq minusga kirib ketamiz. Bizga minus ko'proq yoqadi. Aslida o'sha Alloh aytgandek yashasangiz, bizdan baxtli odam bo'lmaydi.